Mana Greenfordda semental basharalari chiqyapti. Bozorda oldi buqoq kelyapti. Niyat qildim deb yozib qo'ying, yuzga shunaqasi 10 ta bog'ish narxi. Albatta like ham bosib qo'ying, narxini bilan. Dahshatlari kelyapti. Greenfordda injiqlari. Odamni yeyaptilar. Nech pul bo'ldi hoji aka? Qaytib qanchadan qaytdi? Qanchadandir qaytibdi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugun Namangan viloyati Kosonsoy tuman Tergachi mol bozoriga kelganmiz. Albatta videoni oxirigacha ko'rib turadigan bo'lsalaring, shu yerda olingan, sotilgan, qaytgan, undan tashqari bozorda zo'r qiziqarli holatlar bo'lgan. O'shalar hammasini sizlarga chiroyli qilib yoritib berganmiz. Aka, nech pul dedingiz? 26 million yana olamiz. Albatta videoni oxirigacha ko'ring, xuddi shunday bozor narxlarini sizlar uchun chiroyli qilib yoritib berganmiz. Agar kanalga yangi bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'lib, fikrlaringni kommentarda yozib ketishlarini kutib qolamiz. Biz bo'lmasa videomizni boshladik. Mana chiroylardan chiqyapti. Aka, qancha bo'ldi ushtasi? Boy aka? Ha, narxidan xabaringiz yo'q. Boy aka, qancha bo'ldi xunajinimiz? 80 uflataymi? Akamiz bo'dana narx. Aka, buqa qancha bo'ldi ekan? 20 million 700 ming so'm bo'pti. Zo'r. Barakasini bersin. Akalar, bozor qanaqa bo'lyapti? Narx-navolar albatta fikrlaringni yozib ketinglar. O'zlaringdagi bozor bilan solishtirib, keyin qaydan kuzatyapsizlar? Qancha dedingiz hoji aka? Nech pul? Yana bola 53 million. Voh, yashang, barakasini bersin. Yana bolamiz 53 million so'm. Zo'r. Barakasini bersin. Va qancha bo'ldi ekan aka? Sotilmabdi buni. Zo'r. Chorvador akalar, sizlar uchun Chorva Pro universal drabilkalarimiz super yangilik. Narxlar arzon, sifat bo'lsa va shu bombalardan ishlab chiqarishyapti. Bulardan narx nimaga arzon desalaring, ishlab chiqarishda lazer apparat, ustakalar mehnati, bosma apparatlar hammasi o'zlaridan. Shuning uchun xalq to'ylagan holda narxni yengillatib berishgan. Bu yerdagi narxlar bo'lsa 1 million 800 mingdan 2 million 300 minggacha. Yana xohishingizga qarab undan katta 2 faza, 3 fazalilarni ham yasab berishaverar ekan. Bunda siz xohlasangiz Makkani mana shunday silos holatda, somonni bo'lsa mayin gugut cho'pi shaklida ham chiqarib beradi. Umuman tiqilish sezmaydi. Dastavkasi bo'lsa O'zbekiston bo'ylab 3 kun kelishli. Yana bitta yosh xunojinlarimizdan kelyapti. Like'ni bosib qo'yinglar, narxini bilamiz hozir. Nech pul oldi ekan aka narxi? 18 million so'm bo'libdi mana. Barakasini bersin. Bo'ylari biri 10 plus minusida. So'raganlarga bo'g'oz 17 million. 12 million. Qariroq bo'g'oz ekanligi. 5-6 tadan ham ko'proq, 7-8 ta ham tuqqan. Devoringni 12 million so'm bo'g'oz. Qancha bo'ldi? Tog'a qancha bo'ldi? 34 million so'm bo'pti mana. 34 million so'm. Yaxshi. Barakasi. Niyat qildim deganlarga nasib qilsin akalar. 53 million so'mdan qaytibdi. Lekin o'ta ham chiroyli. 53 milliondan qaytdi mana. Chiroyli sifatdagilar. Qaranglar. 24 million so'm bo'pti mana. Sementalda sal bundayroq varianti. Dubayskiy variant deydimi? Bolani o'ta ham chiroylilaridan. Ona bola rangi ikki xil ekan, lekin hozir chiqsin narxini bilamiz. Juda ham boshqacha. Targ'il. Qancha bo'ldi hoji tog'a? 37-200. Nechinchi qorin ekan? 3-chi qoringa xunajin. Yashang, barakasini bersin. Xunajinda chiroylisi mana. Qancha bo'ldi bu aka xunajin? Narx qana? 31. Yashang. Bo'g'oz bir 7-8 oylik bo'g'oz eng kamidan. Buqoni o'ta ham injig'i kelyapti. Va qancha bo'ldi hoji tog'a? Nech pul oldi ekan? 38 300 ming so'm. Bozorda eng oldi buqalardan ekan mana. 38 300 ming so'm. Zo'r. Hammaga shunaqalardan boqish nasib akalar, like bosib, niyat qildim deb yozib keting. Dahshatlari kelyapti. Greenfordda injiqlari. Odamni yeyapti lekin kuydirib, onalarni emsin. Bu qancha bo'ldi bu aka ikkita? Nech pul oldi aka Greenfordlar? Nech pul? Ikkitasi 52,5 mana Greenford. Ikkitasi 52,5 million so'm. Lekin odamni o'ldiravermayapti, xolos qiynab. Yana bola qancha bo'ldi aka? 54 million yana bo'lamiz. Zo'r. Barakasini bersin. Lekin mana
52 bo'pti ikkitasi. Barakasini bersin. Lekin haqiqatan o'ta qaysar, o'ta chiroyli mollar ekan. 22 million bo'pti yana bo'lamiz. O bolasi o'tib ketdi mana shu 22 million so'm. Qancha bo'ldi boy aka? 25 dan qancha? Ey yashang. Keyingi bozor yaxshi narxga sotilib ketaversin. 25 milliondan qaysi tashib o'qamiz. Bitta bozor bunday, bitta bozor bunday degan gap bor-ku. Ham uchirib yuboraman degani kelyapti. Qancha bo'ldi boy aka? 26. Yashang, barakasini bersin. O'ta sho'xidan 26 million so'm. Zo'r. 34 million yana bo'laman. Yana bo'lamiz 34 million so'm. Bola buqacha. Albatta like bosin. Taniganlar komment yozib qo'yasizlar akamizni. Semental basharalari chiqyapti. Qancha bo'ldi hoji aka? 26? 22 million. Yana bola zo'r mana. Semental bashara deb qo'ydik. Nima deysizlar, o'xshar ekan sementalga. Hoji tog'amiz yetalab chiqelishyapti. 29 milliondan qaytibdi, sotilmabdi, yana bo'lamiz. 14 million. 47 million bo'pti, yana bo'lamiz men. 47 million so'm bo'pti, yana bo'la. Zo'r. Boy aka qancha bo'ldi buqa? 23 million. Yashang, barakasini bersin. 23 million so'm buqa. Zo'r. Yana bitta chiroylardan chiqyapti. Aka qancha nech pul oldik a? 34 million 500 ming. Mana bo'g'ozidan so'raganlarga shved bo'g'oz 34 million 500 ming so'm. Zo'r, barakasini bersin. Xalq kutganlardan chiqyapti. Chiroyli xonajin. Qancha bo'ldi boy aka? 12, 17. Yashang, barakasini bersin. Aka qancha bo'ldi qora? 21 million 600 ming. Zo'r, barakasini bersin. Akalar like bosib, o'zlaringizga bozorda narxlar bilan solishtirib ketinglar. Hamma uchun qiziq. Fikrlaringni ham yozib ketinglar akalar. Qanaqadir kamchilik bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib qo'yinglar. To'g'rilaymiz keyingi videolarda. Mana hamma kutgan chiroylilar chiqyapti. Qancha bo'ldi ekan aka? 35. Yana bola yashang, barakasini bersin. 35 million so'm bo'pti. Mana bu yo'lda yana chiroyli. Qancha bo'ldi ekan aka? 25 bo'ldi. Bunisi 25. 22,5. Yashang, rahmat, barakasini bersin. Yana bola qancha bo'ldi? 34. Yashang, barakasini bersin. Yana bolamiz 34 million so'm. Zo'r. Qo'jani paltaraskasidan so'raganlar, tog'amiz olib chiqib kelyapti. Tog'a nech pul oldi ekan? 20 million 500. Yashang, barakasini bersin. Shopir aka narxidan xabaringiz yo'q-a? Yashang, joni hisobim. Shopir akamiz narxidan xabarlari yo'q. Shopir akalar kuzatayotgan bo'lsangiz, iltimos qo'lardek narxini so'rab chiqinglar. Albatta. Hamma uchun qiziq bu yerda. Qisqa bo'g'ozlarimiz chiqyapti. Qancha bo'ldi ekan bu sotilmadi? Aka qancha bo'ldi? 29 ga 42 million. Monos 42 million, orqadagi 29 million so'm. Barakasini bersin, lekin monos o'ta shikob ekan. Zo'r, like bosib qo'yinglar. Boy aka qancha bo'ldi ekan? 33 million so'm, 33 million so'm. Bo'g'oz, zo'r, barakasini bersin. 15 million so'm. 15 million so'm. Zo'r. Qarashga chiroylardan chiqyapti, narxini bilamiz. Qancha bo'ldi hoji bu? Sotilmabdi, qaytibdi mana chiroyli. Buqochamiz qaytibdi bozordan. Yosh chiroylardan chiqyapti. Xudoolasa narxini bilamiz. Albatta like bosib qo'yinglar. Qancha bo'ldi hoji aka? Narxidan xabarlari yo'q ekan. Qancha bo'ldi boy aka? 13 million 300 ming so'm bo'pti mana. Yosh xonajinimiz 13 million 300 ming so'm. Zo'r. Barakasini bersin. Akalar like bosib, albatta kanalga obuna bo'lib turinglar. Xudo xolasa mol bozor eng chiroyli joylardan ko'rsatamiz. 11 million 200 ming so'm bo'pti mana xonajinimiz. Zo'r, barakasini bersin. Bu yerda buqani o'ta ham chiroyli chiqyapti. Buqami yo'q xonajin. 28 million xonajin ekan. Oh, qaranglar, buqa o'xshaydi. Sifati, voh, ko'z tegmasin. Hammaga nasib qilsa mana chiroylilardan boqish akalar. Like bosib qo'yasizlar. Mana Greenfordni yana bolasidan, odamni yiqitaydi. Sotilmabdi yana bola. Yomon ekan. Aka qancha bo'ldi shvet yana bola? Yana bola sotilmabdi. Qaytibdi mana shu yana bola. Onam emsin. Odamlar suzuvardi. Sotilmabdi aka.
Sotilmabdi qayt. Aka, ena bolani ashaddi ishqibozlarchi ena bolani chirilchi kelyapti. Nech pul bo'ldi bu aka? 26. Nechinchi qorin ekan? Uchinchisi. Xunojimmi, buqachami? Yashang barakasini bersin. 3-qorin buqacha 23 million so'm. Zo'r, barakasini bersin, o'ta ham chiroyli ena bola ekan. Bitta gala-galalari kelyapti mana, narxini bilamiz. Galasin. Bu 47 milyon 700. uchtasi 47 million 700. Barakasini bersin, yashang aka. Uchtasi 47 million 700 ming so'm. Nech puldan to'g'ri kelgan bo'lar, kommentariyaga yozib keting akalar.